Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. O'g'lingiz yo qizingiz shu atrofi, muhiti, maktabdamidi, o'rtoqlarimi yaxshimi bo'lsa, sizga bir elni ko'ziga sizga yoqmaydigan ishlarni qilib yurgan bo'lsa, tarbiyasi yaxshi bo'lmay ketayotgan bo'lsa, darslarga beparvo bo'layotgan bo'lsa, ilmlarga beparvo bo'layotgan bo'lsa debdi ulamolar shunaqa yozibdi. Bir duo bor ekan. Shu duoni shu bolani ustida turib o'qing debdi. Ya'ni bolani boshiga shunday qo'lingizni qo'yib debdi. Bolani boshiga ota-onani duosi qabul bo'lar ekanda bolani ustida. Shunday o'ng qo'lingizni bolangizni boshining ustiga qo'yib turib, shu duoni shunday o'qing debdi. Bu duo mana duo ekan. Hozir o'qib beraman. Allohumma zidhu ilman va fahman wahfazhu minal xato'il wal fawahishi wal ma'asi wal zalal. Allohumma arzuqhu fahman nabiyyin va hifzal mursalin. Qaytaraman. Allohumma zidhu ilman va fahman wahfazhu minal xato'i wal fawahishi wal ma'asi wal zalal. Allohumma arzuqhu fahman nabiyyin va hifzal mursalin. Ma'nosi: Allohim uni ilmini va fahmini ziyoda qil, uni xatodan, buzuqlikdan, gunohlardan va adashishdan saqla. Allohim unga payg'ambarlarni tushunishini va rasullarni, mursallarni yodlash qobiliyatini bergin deb duo qiling debdi. Inshaalloh mana shu duodan keyin bolangizni fahmi oshadi, zehni oshadi. Alloh hidoyat, insof beradi, yomonlardan uzoqlashib qoladi, yaxshilarga qo'shiladi debdi. Shunaqa bir duo bor ekan. Alloh taolo hammalarimizni, farzandlarimizni o'zi isloh qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.